Kim Kiyosaki boy ayol. Ota-onam Uinni va Bill Meyerlarga bag'ishlanadi. Robert Kiyosakidan so'z boshi. Aytishlaricha, har bir muvaffaqiyat qozongan tadbirkorning ortida kuchli ayol turgan bo'ladi. Men rafiqam Kim bo'lmaganida bunchalar muvaffaqiyat va yutuqlarga erishmagan bo'lardim. Ba'zan agar uni uchratmaganimda hozir holatim qanday bo'lar edi, deb o'ylab qolaman. Oldiniga uning go'zalligi rom qilgandi. Birinchi uchrashuvdayoq uning chiroyini yanada bezab turadigan aql-zakovati ham borligini sezdim. Rafiqam Kim juda aqlli ayol. Yaqindan tanishganimizdan keyin uning ichki olami tashqisidan-da go'zalligini tushunib yetdim va men uni yanada qattiqroq sevib qoldim. Qolaversa, uning fe'l-atvorining kuchli tomonlari hayotimizning og'ir kunlarida ko'rina boshladi. Ayolimning qat'iyatliligi to'siqlarni birin-ketin yengib o'tishimizda katta yordam berdi. Rafiqamsiz buni o'zim aniq eplay olmagan bo'lardim. Ko'p bora pulsiz qolganimizda, uysiz ko'chada sarson bo'lganimizda, tagimizda biror harakatlanadigan avtomobilsiz yurganimizda u meni sabrga chorlardi, yupatardi. Men esa yosh boladay tinmay ko'z yosh qilardim. Rafiqam mening suyanchig'im edi. U men hatto o'zimga ishonchimni yo'qotganimda ham baribir menga ishonardi. Hamma oilalar qatori biznikida ham tortishuvlar va janjallar bo'lib turardi. Eng muhimi shundaki, hayotimizdagi barcha yo'qotishlar, og'irliklarga qaramay, rafiqamga bo'lgan sevgimga sevgi, unga nisbatan yuragimning tubidan hurmat qo'shilib bordi. Bu ayol har qancha maqtovga loyiq. Kim o'ziga ishonchi baland, har qanday chigallikka to'g'ri yechim topa oladigan, mening ko'magimga qarab o'tiradigan ayol emas. U zamonaviy, quvnoq, badavlat, mehribon, go'zal va mustaqildir. Agar biz birgalikda golf o'ynasak, birinchi zarbani u doim erkaklar zarba beradigan joydan beradi. Unga ayol bo'lgani uchun yutqazib berishlarini istamaydi. Achinarlisi, afsuski, men doim o'yinda unga yutqazaman. Xudoga shukrki, mening ustimdan g'alabasini qandaydir katta voqeaga aylantirmaydi. Biz ilk bor tanishganimizda yelkamda qarz, o'tmishdagi xatolardan olgan darslarim va orzular bor edi xolos. Kim dardimga sherik bo'lib, bu orzularni birgalikda amalga